Bozor ham inson jamiyatining eng muhim muassasalaridan biri. Hamma bozorsiz demak turmushini o'tkazishi qiyin. Bozorga borib, demak kirib, bozor qilib chiqish holatlari bor. Xo'p, unda munosabat qanday bo'lishi kerak? Hozir hech kim hech narsa qilmasdan boradi, kiradi, bozorga aralashadi. Holbuki bozor insonni eng ko'pda yo'ldan uradigan muassasa bozor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Allohning eng yaxshi uylari masjiddir. Eng rasvo joylari bozordir degan. Chunki bozorda sotuvchi xaridorni, xaridor sotuvchini aldashni paydan bo'ladi. Sotuvchi yolg'ondan qasam ichib, falon so'm desa, "Sizlar arzon qiling" desa, o'zi narxi shu deydi. Ya'ni men bu yoqdan shuni olib kelganman deydi. Yolg'on. Uni olib kelib o'zini narxini sotsa, u qanaqa qilib tirikchilik qiladi? Yana boshqa shunaqa yolg'onlar. Hozir yolg'onlar ko'paydi. Bir yaxshi shirkatni belgisi qo'yilgan, nomi yozilgan rasvo narsani olib kelib o'sha shirkatga kelib sotilyapti. Oluvchilar ham iloji boricha sotuvchini aldashni paydan. U deydi, bu deydi, nima desa deydi. Shuning uchun bozorga kirishda Allohning panohini so'rab kirish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim bozorga kiryatib, la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu, lahul mulku va lahul hamd, yuhyi va yumit, va huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khayr, va huwa ala kulli shay'in qadir deb o'qisa, ixlos bilan unga millionta savob yoziladi. Millionta gunohi o'chiriladi va darajasi million marta ko'tariladi deydilar. Boshqa bir rivoyatda unga jannatdan uy quriladi deydilar. Haligi gapda, ya'niki Allohning o'zidan ibodatga sazovor zot yo'q. U zot tirikdir, qayyumdir deb Allohning sifatlarini aytib kirgan odam, shunga iymon keltirgan odam bozorda yolg'on gapirmaydi, birovni aldamaydi, shaytonning vasvasasiga uchmaydi, sog' kirib sog' chiqadi. Ana o'sha bozordek g'avg'o joyda ham shu zikr bilan banda Allohga bog'lanadi. Allohni ko'rib turgandek harakat qiladi. Bo'lmasa Alloh uni ko'rib turganiga ishonib, Alloh meni ko'rib turibdi, gapimni eshitib turibdi, amalimni hisobini qilib turibdi. Shuning uchun yolg'on gapirmay, aldamay, yomonlikka o'tmay deb o'zini eplab, to'g'ri yo'l bilan kirib, to'g'ri yo'l bilan bozordan chiqadi. Ana zikrlarni bandani Robbisiga bog'lab turishning xususiyatlari shu.